Аңлап тәңгі пулның ажайып сәргүзәштісі. Pul zavodida yasalgan bir көміш тәңге jirіңliginicha bu dunyoga qadam tashlabdi. U gahida balalarning, gahida oshko'z kishilarning qo'llariga tushibdi. Yashanganlar uni o'rib-cho'rib ko'rib yiqibdi. Yoshlar uni birdamdala hajlib yetibdi. Ozg'ini mis qo'shilgan bu көміш tәңгінің bu dunyoga kelganiga to'p-to'g'ri 1 yil bo'pti. 1 yil ichida u o'z davlatida qo'ldan qo'lga o'tib yuribdi. Keyin u chet elga chiqmoqchi bo'lgan bir kishining yanchuqiga tushib qopti. Bu kishi safar tayyorligi qilib etib, yanchuqidagi bu tangini bayqab qopti. "Voy, yenimda yurtimning tangisidan biri bor ekan-ku. Bo'pti, unimi billa akitay", debdi o'z-o'ziga. U tangini qaytadan hamyiniga salganda, көміш tanga xushalligida o'ynaqshib, jiringshib ketibdi. Shunda qilib u hamyondagi chet ellik hamrohlari bilan billa safarga chiqibdi. Safar jarayonida hamyondagi hamrohlari ketib, o'rniga yangi hamrohlar kelib turibdi. Ammo көміш tanga hamyonning ichida turaveribdi. Aradan necha hafta o'tibdi. көміш tanga yurtidan to'limu yiroq yerlarga beribdi. Ammo nega yetib borganligini ozroqmi bilmaydi ekan. Hamyonga yangidan kirgan pullarning ba'zilari biz hozir Fransiyada desa, yana ba'zilari endi Italiyaga boramiz deydi ekan. Ammo көміш tanga yetib kelgan yerini zodala tasavvur qila olmaydi ekan. Hamyonda turavergandan keyin albatta shundoq bo'ladigan gapda. Bir kuni көміш tanga hamyonning ching etilmaganligini bayqab qopdi. Shuning bilan u bir do'millab, ikki do'millab hamyonning eg'iziga yaqinlashibdi-da, sirtqa qarab boqmoqchi bo'pti. Lekin andala bo'ylab qaray deyishiga hamyondan serilib, yanchuqqa tushib qopdi. Kechda egisi hamyonni elib etib, ishtinini mehmonxonaning mulozimiga tashlab beribdi. Dal shu chaqda көміш tanga yanchuqdan tushib qopdi. Koridorga palos selingan bo'g'ashqa tanga jiringlay olmabdi. Uni hech kim ko'mabdi. Atsi atiganda mulozim ishtonni akirib beribdi. Tangining egisi kiyinib ketib qopdi. көміш tangini mehmonxonaga kelgan bir kishi ko'rib qopdi. Endi u bu kishining xizmatini qilishi kerak ekan. Yangi xo'jayin uni boshqa 3 tangi bilan qo'shibla hashlab etibdi. "Bumi yaxshi bo'ldi", deb o'ylabdi көміш tanga. "U yer bu yerlarni ko'rib yiqishning yomoni yo'q-ku. Bunda qilganda boshqa kishilarni, ularning urf-odatlarini tushangili bo'ladi emasmi?" "Ey, qandoq tanga bu?" deyishibdi ba'zi kishilar. "U bu davlatning emaskan, soxta pulda qiladi. O'tmaydi bu haqchan." "Soxta, ishlatgili bo'lmaydi. Shumu gapmi?" debdi көміш tanga o'z-o'ziga. "Men o'zimning sop көмішdan yasalganligimni bilaman. Lekin ular meni soxta, o'tmaydi deyishibdi. Bu qandoq gap bo'lib ketdi?" көміш tangini qo'liga olgan bir kishi, "Buni men qorong'u tushganda ishiltib etay", debdi. Degandek qorong'u tushganda көміш tanga boshqa birining qo'liga o'tibdi. Atsi atiganda bu kishi uni ko'rib qaqshab ketibdi. "Hey, meni nasbisibdi-da. Soxta pul kan emasmi? Menmi kechda boshqalarni qora bostiray." көміш tanga har qitimliq egisi boshqalarni qora bostirganda ixtiyorsiz titrab ketadigan bo'lib qopti. "Men nima degan bichora?" deb hasrat chekibdi көміш tanga. "Көмішligim, qimmatim, xat va tamg'ilarim ahmiyatsiz bo'lib qolganda mening nima foydam bo'ladi? Dunyo sana ishongandala, ondan sening qimmating bo'ladigan gapkan. Men aslida tamoman gunohsizdim. Taqdirqim boshqalarnikiga o'xshamaganligi uchunla meni qo'liga olgan kishilar meni yo'shiruncha xashlab aldamchilik qilib, aromimda qo'ymayotdi. Bundaq bo'lsa bek qo'rqinchli bo'ldi ekan." Bir qitim көміш tanga to'limu namrat bir ayolning qo'liga tushib qopdi. U xo'roz chillamaganda o'rnidan turib, qorong'u tushguncha ishlab, ish haqqi uchun mushu көміш tangini olgan ekan. Lekin u bu pulni qanday ishiltalaydi?
Көміш тәңге bu ayolga iç ağırtıptı. Әмма оның қолыдың nemi kelsin? Әста, bu pulni xəşləş üçün başqalarını aldaydigan boldim da, deptu ayol. Saxtı pulni yenimdə saxlığının bilən, bəribir işiltəməymen. Buni bolkixanının puldar xo'jayiniga berib bitay. Onunğa hech qancha ziyon bo'lib ketmas. Lekin nimala degan bilan mening bundaq qilishim xato ishda. Mau ishni ko'ring. Endi men bu ayolning vijdonini bulg'ab qo'ydigan bo'ldim. Deptu Көміш tanga hasrat bilan tartib. Yeshim cho'ngaygancha men rostala bek askilishib ketayotamdim qandaq. Ayol Көміш tangini bolkixonaga opiribdi. Lekin xo'jayin pulni bek toniydigan odamkan. Көміш tangini qo'liga ilib qarab yiqibla uni ayolning yuziga etibdi. Shundaq qilib bu ayol Көміш tangini xajlab bolk setib ololmabdi. Көміш tanga egisini o'sal qilib qo'yadigan tangiga aylanib qolganligi uchun to'limi azoblanibdi. U men yurtimdagi chog'da to'limi xo'shaldim. O'zimga bek ishinatdim. Kishilarmi menga mening qimmatimga to'limi ishinatdi. Amdilikda qolgan kunim mushu bo'ldi, deganlarni o'ylabdi. Ayol uyiga borgandan keyin Көміш tangiga yanala siliq, do'stona muomala qilibdi. Endi xalqni sening bilan aldaydigan ishni hargiz qilmayman, debdi ayol. Men seningdan to'shik ichib, saxta pul ekanligingni hamma kishiga bildirib qo'yaman. Lekin bir o'ylasam, sen kishiga talay akildigan tangidakmi qilasan? Bo'lmasa munda qilaychi. To'shik ichib yeb o'tkazay. Ondan seni tumar qilib, o'g'limning bo'yniga esib qo'yay. Shuning bilan u Көміш tangidan to'shik ichibdi. U to'shikni teshib bo'g'icha Көміш tanga og'riq azobini xeylila tatib opdi. Ammo u bu ishni yaxshi niyat bilan qilayotgandikin men chidishim kerak deb o'ylabdi. Shunda qilib hiliqi ayol Көміш tangini o'g'lining bo'yniga esib qo'yibdi. Bala tangini pat-pat silab qo'ydi ekan. Yana texi so'yibmi qo'ydi ekan. Lekin bu tinish kunlarmi uzunga bormabdi. Bir kuni hiliqi ayol Көміш tangini o'g'lining bo'ynidan ilib, o'ylanganicha xeyli uzoqcha zan silib qarab ketibdi. Andin tangiga o'tkazilgan yipni qaychi bilan kesib etibdi. Bizga talay akildigan tangi bo'lib qolgaysan, debdi. Andin u tangini ochiq suvga solgan ekan, ko'kirib ketibdi. Orqadan ayol tangining to'shigini etibdi va etib surtib paqirtib etibdi. Qarang'i tushganda bo'lsa, lotereya setib olg'ili beribdi. Bu chaqda Көміш tangimi o'zining bu ayolga omad keltirishini tilabdi. Көміш tanga kishilarning o'zini saxta pul deb peqirtib etib etishidan ansirabdi. Ammo lotereya setib olganlarning ko'pligi, sotquchilarning aldirashchiligida qilchi chanmay g'alliga tushib ketibdi. Heliqi ayolning olgan lotereyasining mukofotga erishamasligi Көміш tangiga noma'lumkan. Ammo u atsi tangilarning orasidan o'zining ilg'ib etilganligini, yana davomliq qo'ldan qo'lga o'tib, kishilarni qora bostirdiganligini obdan biladi ekan. Mening nima ilojim bor? Debdi u o'z-o'ziga. Men fazilatli bo'g'inim bilan meni cho'ntikiga solganlar fazilatsiz bo'lsa, mana shundaq kunga qoladigan. Xalqlarning izo ahonatidan neri bo'lolmaydigan gapkan. Көміш tanga shu tariqada to'p-to'g'ri 1 yil qo'ldan qo'lga o'tib yuribdi. Egillari uningga yomon ko'zi bilan qaraydi ekan. Ba'zida qog'ab ketadi ekan. Kishilar ishonmagandikin bora-bora umi o'ziga, hatto hech nimaga ishonmaydigan bo'lib qopti. Kunlarning birida Көміш tanga bir sayohatchining qo'liga tushib qopti. Sayohatchi bu tangidan qilchi gumon qilmabdi. Ammo u narsa kerak setib olmoqchi bo'lganda do'kon xo'jayini "Bu pulingiz saxtikan-ku" deb vaqirab ketibdi. "Nima? Men uni haqdan rost pul deb olgandim", debdi sayohatchi. Va tangini inchikilab ko'rib chiqqandan keyin chiroyiga kulgi yugurtibdi. "Voy, bu qanday ish?" debdi u. "Bu bizning davlatning puli ekan-ku. Yurtimizda toza o'tadigan tanga bu. Saxta deb bilib uningga to'shik ichib qo'yganini qaramamdigan. Bo'ldi, men bu tangini yurtimga akitay." Көміш tanga xushalligida sakrab taxlab ketgudek bo'pti. Shundaq bo'lmaychi. Mana endi uni rost pul deydigan. Yana kelib
yurtiga akitadigan odam chiqdi emasmi? O yerdagi kishilarning hammasi bu kumush tangini toniyalaydi. Uning sifatli kumushdan quyilganligini farq etalaydi. Sayohatchi boshqa tangilar bilan aralashib ketmasin deb, uni nafs qog'ozga o'rab, yanchuqiga avaylab silyapti. Sayohatchi yurtiga borgandan keyin urug' tuqqan do'st-yoralari jam bo'lganda heliqi kumush tangini chiqaribdi. Hammaylar uning hikoyasini anglab hayron bo'lishibdi. Tangining nafsligini maqtishib ketibdi. Yurtiga qaytib kelgandan keyin kumush tanga barliq azobini unutib, xushallik kayfini suribdi. Chunki ular kumush tangining sifatli kumushdan quyilganligini, ustidagi tamg'ining rostligini bir qarabli biladi ekan. Hargiz uni saxta pul deb qammaydi ekan. Odam chidamliq bo'lsa, adolat hamon bir kuni yetib keladi. Kumush tanga bu so'zga texmi bak ishonadigan bo'pti.